Yana videosi keng tarqalmoqda va keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bu video tarqalgandan so'ng odamlar ikkinchi tarafni ham ko'rsatinglar, aslida bu insonni asabiga o'ynashgan deyishmoqda. Biz esa undan oldingi videoni ham joylashga qaror qildik. Seni var, iğneni isterim, iğnendi. Senin kafasın var, sen bilmezsen bil bak. O dağıtıp ödeyni, iğnen var, ayrı, çapalı, bir tane, bir orada, iğnen. Bir orada iğneni isterim.